ota-onalarning tiriklik paytlarida g'animat bilish kerak. Biz ota-onaga qilgan yaxshiligimizni Alloh taolo hech ham zoyitga yetkazmaydi. Jannatiy bo'lishning alomati ota-onaga yaxshilik qilish. Ota-onasining xizmatini qilgan odamning umri uzun bo'ladi. Rizqiga Alloh subhanahu va taolo baraka ato aylaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu kishi aytadilar: "Ey Allohning rasuli, eng yaxshi amal qaysi amal?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, o'z vaqtida o'qilgan namoz. Keyin eng yaxshi amal qaysi amal? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Muhtaram azizlar, ota-onalarning tiriklik paytlarida g'animat bilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislari bor. Aytadilarki, kim ota-onasi uning huzurida keksalik yoshiga yetsa yoki birlari keksalik yoshiga yetsa-yu, u ota-onasi sababli jannatga daxil bo'lmasa, burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin deganlar. Tiriklik paytida ota-onaning xizmatini qilib jannatiy bo'lmagan, jannatiy bo'lib olmagan insonni burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin. Bizning tilimizda aytganda o'zidan ko'rsin. Mana demak, bu jannatiylikni bashorati, jannatiy bo'lishning alomati ota-onaga yaxshilik qilish. Endi insonning hayotida umri uzun bo'lishi, rizqini ziyoda bo'lishiga ham ota-onaga qilingan yaxshilik sababchi bo'ladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi va liyasil rahimahu." Kim umri uzun va rizqi keng bo'lishi uni xursand qiladigan bo'lsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin va silay rahim qilsin deganlar. Ota-onaga yaxshilik qilib qo'ying, duosini oling. Ota-onasining xizmatini qilgan odamning umri uzun bo'ladi, rizqiga Alloh subhanahu va taolo baraka ato aylaydi. Yana bir hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ota-onalaringga yaxshilik qilinglar, farzandlaring sizlarga yaxshilik qiladi" deydi. Ya'ni biz ota-onaga qilgan yaxshiligimizni Alloh taolo hech ham zoyitga yetkazmaydi. Haqqimiz o'tib ketib qolmaydi. Bizga ham farzandlarimizdan Alloh taolo qaytarib qo'yadi. Shu dunyoning o'zida oxiratdagi ajr mukofotni qiyomatda beradi Alloh subhanahu va taolo.